Qo'ylar! Ajrashaman. Ko'zim ochib turgan edi mana. O'zingiz topdiki? O'cha, jonimga tegdi har xil gaplaring. Tushunaman. Yo'qsa topib uylanib olaman. Uylanish kerak. Kim aytyapti sizga? O'tirsangiz turamiz, tursangiz o'tiramiz. Siroj juda o'tmagan. Kim deyapti siz topdiki? Aralashma. Aralashmaylar. Jim o'tiring, Sadir aka siz. Ada, qo'ni-qo'shni qudandalar oldi nima degan odam bo'lamiz? To'g'ri katta o'g'lingiz. Men bitta gapiraman. Ajrashaman dedim-mi? Ajrashaman. Qayerdan chiqdi o'zi bu muammo? Adinani Instagram'imizda o'sha yerda kimnidir topgani aniq. Adamda Instagram bormi? Otlarni yoz. Obidboy 4 ta 7. Rasmlari ham bor ekan. 7 Musanga. Men yozgan ekanlar. Nimada? O'g'lim repost qilib. Oyjon, men ham o'rtog'imga yozgan ekanlar. Ko'rishganda aytuvdi. Nima? Yo'q boshimga shu ham bormidi. Yalami onam. Kim ochib bergan ekan adamga Instagram? Bo'pti, men bora qolay. Roza shunmi? Kerak-ku. Voy, SMS yozdi. Дорогой, ускорь, пожалуйста, процесс развода, чтобы мы могли с тобой вместе жить. Эй, Розочка, сейчас я с Раис поговорит и ajrashib bo'ladi. Amen. Voy, ketib qoldi. Voy, bosib turing. Bitta qo'lingiz bilan bosib turing. Bilasan ishlashni. Prosmotr ish bo'ldi. Opa, kuyingiz ajrashaman deyapti. Qarib qo'yilmagan chor. Yig'lama, hozir boraman. Xo'p. Obidga yaxshimisiz? Hali taqalaysan. Yaxshi, Raisbon mahallada osh yo'qmi? Chaqirmasa ham bor joningiz nevarimi? Nima xizmat obidga? Ajrim. Iye. Nima deganingiz bu? Mahallada eng namlali oilasida yur. O'g'irlatishmoqchiman.